Salom hammaga, bugun sizlar bilan Buzi Gaming, sizlar bilan Night 67 o'yinini o'ynaymiz. Bu juda ham qiziq bo'ladi. Bu horror game. Bu Robloxda ancha mashhur bo'lgan o'yin hisoblanadi. Bu boshlanishidan odamni cho'chityapti. Buni ovozlari boshqacha tabiatga tushib qolgan deyman. Rasmlar, mayda kichkinagina igrushkachasi bor ekan. Hozir biz bu odamga burger tayyorlab beramiz. Mana menyu, burger, sirli, kola, keyin karamli. Bo'ldi, hozir kotletlarni pishirib olamiz. Juda ham mazali qilaman, men oshpazman aslida. Xullas, mayda kartinka. Menimcha o'yin davomida bu rasmlar qiyshayib qolib, bir nima bo'lsa kerak. Mana hozircha davom etib turaylik. Shu burgerni tayyorlashda davom etamiz. Agar sizlar xohlasalaring, meni kanalimga o'tib, bundanda qiziq bo'lgan videolarni ko'rishlaring mumkin. Menga like va obuna bosishni unutmanglar. Hali sizlar bilan biz zo'r videolar olib boramiz, xudo xolasa. Men YouTube ga yangi kirib keldim, ya'ni Roblox yo'nalishida endi sizlar bilan yangi kontentlar qilamiz. Bu o'yin juda ham qiziq deb reklamalarni ko'rdim. Hozir shu reklamaga asoslanib o'zim ham bir tekshirib ko'ray dedim. Qiziqmikan yo qiziq emasmikan? O'yin juda ham zo'r, xuddi haqiqiy hayotda ketganday bo'lyapti. Bemalol o'zingiz burger tayyorlab yeysiz. Pastda ombori bor ekan-ki, buni reklamada ko'rdim. Omborda karam, non va kotletlarni shu yoqqa taxlar ekan. Odamlar har xil mijozlar kelar ekan. Men hali o'zim ham qiziqyapman. Xullas tezroq oxiri kelishiga burger tayyorlaymiz. Buncha ko'p narsa zakaz qiladi. O'zi kichkinacha bo'lsa. Kolani pishirib ye. Bizda fanta yo'q, fanta so'ramanglar chiqib. Mana xayri bitta ezmani jo'natib yubordik. Hozircha hammasi yaxshi. Bag bo'lib qolyapti mororida. Eshikdan chiqish mumkin emas. Voy. Bu 67 qorasi ekan. Kel, nima aqling yetadimi? O'sha mijozga o'tib ketdi. 67 qo'rqib ketdim meni vajohatimdan. Hozir narsalar to'ldirib olamiz. Non, sabr qilib tur, ozgina inson zakusi ham. Burger tepasini olamiz. Nonini mana narsalar to'ldirib oldik. Senga nima? Pishloqli burger 2 ta, keyin mix bitta burger. 2 ta edi-ya, u ham. 2 ta edi. Bitta karamli, bitta chizli. Ikkalasi. Xullas bosh qotiradigan ozgina o'yin ekan, lekin juda ham mazza qilyapman hozir. To'g'ri, grafikasi unchalik zo'r bo'lmasa ham, lekin o'ynasa bo'ladigan cho'tki o'yin. Kotletlarni pishirib, ana kotletim tushib ketdi voy. Olib qo'ydik. Mana xayri kotletlarni pishirib bo'ldik. Endi nonlarga kotletlarni chachishtirib, mana isqit odamchaga beramiz. Juda ham mayna ekan, mayiqqa kelib hozir 4 ta narsa zakaz qilyapti. Baribir o'zi yeya olmaydi. Lekin buni ham tushunish kerak. Aka, opa-singillari bor-ku. Yopamiz. Beramiz. Yana hali podvalga tushib chiqish kerak. O'yinni lekin aqlli odam qilgan ekan, chunki podvalda tushib burgerni masalalarini olish mumkin. Eshik hali beri qulf. Hozir masalliqlarni qo'yib olamiz stolga. Keyin esa o'z ishimizni boshlaymiz. Mana hozir burgerni tayyorlab beramiz. Karam qolmadi. Demak, pastda yana karam olish kerak. Yopdik, beramiz. Mana xayri jo'natib yubordik bu isqit maynachani. Yana qo'yamiz. Svet o'chib qoldi. Tashqarida svet yoqib kelamiz. Bo'ldi. Men kalt topish kerak deb o'ylabman. Elektrik. Biz elektrik ishda ham ishlayman, oshpaz ham elektrik pul artish xizmatga chiqib ko'rsatik. Ana bo'ldi. Eshikni yopamiz. Yana bir 67 gap qolsa nima? Endi odamni kutamiz. Bir pasda kelib qolar ekan, odam ko'ziga ko'rmasdi. Karam olish kerak edi, karam qolmagan.
Tak, mana karam. Opani ham sochi sabzi rangga o'zi ham. Tak. Kotletlar ko'p bo'lish kerak ekanda, bo'lsa yetmay qolyapti. Keyin ozgina vaqt sarflanadi bunga ham. Opani zakazlarini tayyor qilib beramiz hozir. Bitta kotlet yo'qolib qoldi nimagadir. Qo'yib oldik, burgerimiz tayyor. Menga opa sizga. Tak, patolga tushamiz, yana masalliqlarni olamiz. Odam o'rganib ham qolar ekan o'zi. Tak, qo'yib olamiz sirda. Bu opanyanchiz uchun to'g'risi ketib, masala kam bo'lgan, lekin esa ish ko'p bo'lyapti. Bo'ldi, karam to'g'riladi. Endi ikkita batonni olib chiqsak bo'ldi. Bittasini aytdi. O'zi bironta xatoliklar qilmayapmanmi? Agar bironta xatoliklarga bergan bo'lsa, kommentga yozib qoldiringlar. Keyin obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Sizlar bilan biz zo'r videolar olib boramiz, xudo xolasa. Tak, kotlet pishiramiz. Men tushib ketmadi, bo'ldi. Qo'limni pishirib tashlayman, shunaqa ekstra darajaga chiqib qolganman. Pishdi, qo'yamiz. Sirda qo'yamiz. Hop. Ana bo'ldi. Endi ustiga baton yopamiz. Endi beraveramiz. Makabqa. Hayır. Baton sveti o'chib yonyapti. Yana yoqib kelamiz, adashmasam. Voy. Muncha baqir-chaqir bo'lyapti. Bo'ldi, tinch. Rasm to'xtadi lekin. Qoch. Juda ham qo'rqinchli o'yin. Oxiriga kelib qo'rqinchli bo'lar ekan. Hozir unchalik bilib, rasmlarim ko'pirilib ketyapti. Ko'chada hech kim yo'qmi? Hech kim yo'q, svetolar o'chib yonyapti. To'xta, iltimos, to'xta. Bo'ldi, mijoz keldi. Hammasi to'xtadi, bo'ldi. Shu. Kulma, og'zingni o'chir. Ho deysan menga. O'zingcha kotlet pishiramiz. Tak. Hop. Yana ikkita pishirsak, yopilib qoldi. Ana, bo'ldi. Kotletlarni pishirish uchun juda ham ko'p vaqt ketdi, shuning uchun hozir videoni yarmini kesib yubordim. O'zlaringiz tushunasizlar endi, podpishchiklarim. Tak, sirda qo'yamiz. Yana o'sha karam jonga tegib, midam aynib ketdi. Obed vaqti ham bo'lmasa kerak. Kechki 12 esimdan chiqib ketibdi. Qanaqa obed? Obedga 12 deb o'ylabman. Kotlet qo'yamiz. Cheese. Karam. Bo'ldi, oxirgi masalaga shu. Bo'ldi. Endi suring aka, bu yerda yoqmayapsiz. Basharangizni achkizga aytdim sizga. Bo'ldi, ketdi, yo'qol. Bay. Tak, pop. Endi nimaga svet o'chib yonyapti? Asabda o'ynab. Voy. Prosta shok bo'lib qoldim. Tillarim ham aylanib ketyapti. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman.